Xabaringiz bor, joriy yilning 30-aprel sanasida mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim voqea bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Shu munosabat bilan joylarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Termiz davlat universiteti misolida davom ettiradi. Joylarda tashkil etilayotgan targ'ibot tadbirlari Termiz davlat universiteti kimyo fakultetida ham o'tkazildi. Unda fakultet dekani, universitet yuristi tomonidan yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi bu mening konstitutsiya mavzusida ma'ruza qilindi. Tadbir davomida insonning qadr-qimmati, sha'ni va g'ururi ustuvor maqsad qilib olingan, izchil va puxta o'ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti haqida so'z yuritildi. Jumladan konstitutsiyadagi moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'payganligi, 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarish kiritilganligi, konstitutsiya matni 65% ga yangilanganligi ta'kidlab o'tildi. Bu tadbirda barcha talabalar, fakultetning professor o'qituvchilari faol qatnashmoqda. Bu loyihaning xalq muhokamasiga qo'yilayotganligidan bizning jamoamiz ham juda katta taassurot qoldirdi va to'lqinlanib o'zlarining munosabatlarini bildirmoqda. Biz albatta fakultetimiz jamoasi, professor o'qituvchilari va talabalarimiz ushbu konstitutsiya referendumida faol qatnashamiz va o'zimizning ovozimizni taqdim etamiz. So'zga chiqqanlar yangilanayotgan konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar mamlakatimiz tinchligi, obodligi yo'lida olib borilayotgan bunday ulug'vor ishlarni izchil davom ettirishning hamda xalqimiz hayotidan rozi bo'lib yashashi uchun uning huquqiy asoslarini mustahkamlayotgani to'g'risida fikr yuritib, barchani konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha o'tkaziladigan referendumda faol qatnashishga chorladi. Biz albatta yoshlar ham o'sha konstitutsiyani yangilanayotgan borasida albatta qo'llab-quvvatlaymiz va kelajakdagi poydevorimizga befarq bo'lmagan holatda referendumlarda ishtirok etamiz. Tadbir yakunida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollariga atroflicha javoblar olishdi. Aziza Islomova, Azimbek Rahmatullayev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.